Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, aziz yurtdoshlar. Xiva buyum bozorindaman. 48-magazin, Zarnur magazini, ya'ni tilla narxlarini ko'rsatib o'tacakman. Zarnur filiali, bu Xiva Elektroset bozordagi filiali. Asosiy darvozadan kirib kelganingizda ikkinchi qatorda Ugrovoy joyda joylashgan azizlar. Ina asosiy darvozani kirib keladigan asosiy darvozangiz bo'lsa, ina reklamalari ina Ugrovoy joyda joylashgan. Zarnur magazini. 90lik 737 52 52 Temurni do'koni ina kelaverasizlar. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshimi? Savdolar bo'libmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat, yomonmi? Savdolar yaxshi. Kanalimiz a'zolari uchun oltin narxlarini aytib bersangiz berganman. Seçkiler neden berasiz? Qaysi probada? Sepishchalar 583 585 probalar, qolsalar zakazlar xohlagan probalarni chiqarib bersa bo'ladi. Yurt turani 1 million 100 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha. Uning ichidan necha kiradi desangiz, qo'l ishi, zargar ishi bo'ladi. O'zimiz zargarmiz. Shular arzon yuradi. Eğer yo'q, zavodskoy bular, masalan, italyanskilar bor, hozir modada bo'lib turibdi. Eng arzon bahoda, unda brasletlar ham bor bularni. Keyin banda o'ris ketaveradi, ukrainskiy deydi. Bularni grammi necha so'm bo'ladi? 1 million 300 ming so'mdan bo'lsa beramiz. Bu bugünkü kursga qarab atamiz axir. Bugünkü bahoda 7 aprel azizlar. Xalosalar oltinlari bo'lsa, kelib almashib ketsa ham bo'ladi, yetmagan mablag'ini ana rassrochga etsalar ham bo'ladi. Azizlar, o'zlaringizning uyingizda bir poyga yozasini bo'lsa, oltinlaringiz bo'lsa, yaxshi bahoda oladilar ekan. Eng baland baholar kursni yurt turamda. Eng baland bahoda olamiz deb turishlarni kelib, kelishib olsangiz bo'ladi. Kerak-keragingizni olib, o'zingizniki bo'lsa sotsangiz ham bemalol bo'ladi ekan. Mesela klientimiz şimdi verecek kettiler, şimdi vereceğler bolsam satıp alamiz. Çistin kümüş ekan bu, altından kümüşü farkı yok. Şimdi izleyelim, bolsam alamız. Kümüş bolsam alasınız. Kümüş altın farkı yok. Peki komplektlerden hem yurt turgan, modadaki komplektlerden hem görsatib o'tsangiz, baholarni inşallah necha so'm bo'lib turibdi? Bular 12,5 million bo'ladi. 585 italyanskiy bularning Dorica modeli. Bular ne? Bular 16 million. 16 million. 16 milyon. Dorica. Sen yanlış eshitding. Bular ne? Bular 13 million geladi. Bu aytib turgan baholaringizdan ham net bo'ladimi? Hammasini skidkasi bilan yarashtirib beramiz. Podarkasi ham bor ichida, kelsalar xohlasa podarkasi ham qo'shib beramiz. Yine ishni necha so'm komplekt? Bular 8 million geladi. Mana shu 585 bor, 100% garantiyasi bilan beramiz. Ham yana bir yeri bo'lsa-da, niyat etib olib qo'yaman deydi odamlar uchun. Oladilar, 2 yilmi, 1 yilmi sroki yo'q, любой vaqtda kelib gramma-gram almashtirib yetsalar bo'ladi. Fakat ziyon yetirmagan bo'lsalar bo'ldi. Korobkaning ichida yursa gramma-gram bu narsa vaqti cheksiz. Agar azizlar o'zingizni hozir 2 million pulingiz bor, shuni ko'paytiraman desangizlar, ina kichkina narxlardan oltin olib qo'ysangizlar ham bo'ladi ekan. Keyin yonuna kelib oltinni topshirib 2 million qo'shib, ana 4 million murojaat etib, ana undan balandroq etib olsangizlar ham shunday imkoniyatlar ham bor ekan. Faqat uning uchun ulanması bu zaman bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda yana lom narsalarimiz bor. Eğer bu ishni desalar, shunday narsalarimiz ham bor. Gramini 1 million 50 ming so'mdan bugungi kunda bir turibmiz. Bunda ham brilliant sirg'alarimiz ham bor. Bular ham shu 1 million 200 deb sotib qo'yibdilar. Biz to'g'ri yuvib o'tiribmiz, to'g'risini to'g'ri sotamiz 1 million 50 ming so'mdan. Yuvib 1 million 150, 1 million 200 deb qo'yibdilar. Bilek yüzüklerine mi aytib ketasiz? Bilek yüzükler var 8 milyon, 8,5 milyon. Mesela 9-10 milyon satıp duranlar skidga tushgan mesela. Meydeler necha so'm? Meydeler 2 milyon 400 ming so'mdan boshlanadi. Bizlar purchiklar necha so'm bo'lib turibdi? Purchiklar probasidan gap chiqib 14 milyondan boshlab 20 milliongacha bor. Onun içinde 750, 800, 850, 900, 950 probalar bor. Probalarına qarab. O'ris oltinlari bo'lsa ham akkalab o'zbekcha olnasak bo'ladi. Barter etib almashib bersalar bo'ladi. Kulonlar ham bor ekan. Necha grammdan bular? Kulonlar 0,70 1 gram ham chiqmaydi, ondan boshlanadi. Shu 5-6 gramgacha bor.
Gümüşlerden bir set tutayım. Gümüşləriniz banda ilə. Banda Murskoyla var 925 proba. Banda Jenskiyle, brasetlarımız ve həmməsi Rode ilə kaplanğan qarayıb, amnətik kamen rəngi özgərib. Şimdi şəb duran olsa, askandan gələm şəb duran. Sepişkələrim var ekan əzizlər. Gümüşlərdən desəniz yine. Narxlarına gəlsək, məsələn, bir dana 102-ci normal insan alaman desəyiz, 600-700 bindən başlanır. Yox, abruçanlı alaman, 8 dənə immuni variant alaman desələr, yurt duran 200 min insan, 250 min insan. Xalasala altın sürtüb bərəmiz, altın bilə yanına qoyanda birə-bir bolar. Əzizə gələn 8-ci magazin, Emonun magazini, yardım edir. Qalanı sağ olun.